Hazrati Ali bobomiz so'zlari bor. Aytganlarki, farzandlaringizni o'zingizning zamoningizga moslab tarbiya qiling. Chunki ular sizlarning zamoningizda tug'ilgani yo'q. Ularning zamoni bilan sizning zamoningiz ikki xil edi, deyiladi. Bizning xatomiz, biz taqqoslaymiz. Nima narsa yuzaga keladi mana qiyoslaganimizda? Biz o'ylaymizki, mana e'tibor bering. Biz o'ylaymizki, agar biz bolalarimizni qiyoslaydigan bo'lsak, solishtiradigan bo'lsak, motivatsiya beramiz deb o'ylaymiz. Yo'q. Buni aksi bo'ladi. Chunki esdan chiqarmang, har bir shaxs unikal. Har bir shaxsda o'zining xos xususiyati bor. Yer yuzidagi har bir shaxsning o'zining xosligi bor. Misol uchun Payg'ambarimiz alayhissalom deylik, sahobalarga unvon qo'yardilar. Go'zal unvonlar. Misol uchun deylik Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Al-Faruq deyildi va hokazo. Abu Ubaydaga amin deyildi, ishonchli deyildi. Rostgo'y Abu Bakr Siddiqqa. Endi tasavvur qiling. Demak, endi amin deb aytildi, ishonchli deb aytildi. Nima Hazrat Umar ishonchli bo'lmaganlarmi? Yoki to'g'ri bilan noto'g'rini, haq bilan botilni ajratuvchi bo'lmaganlarmi? Yo'q, unaqa emas. Hamma sifatlar bo'lgan, bu ijobiy sifatlar. Lekin ular Payg'ambar alayhisalom ularni eng buyuk, eng ko'rinadigan sifatiga e'tibor berganlar. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ota-ona nima qilish kerak bo'ladi? Tarbiyada solishtirish kerak emas, balkim bolasidagi boshqa boladan ajralib turadigan sifatiga e'tibor bersin. Yozib qo'ysangiz ham bo'lardi. Biz bolalarimizni aynan talantini, ularni sifatlarini qandoq bilamiz? Uni alohida podxod, ya'ni yondashuvlar bormi-ki, yo'qmi? Bu haqida alohida ko'rsatuv qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Demak, ota-ona mana shu sifatni topadi-da, Umar. Topibki mana shu sifat bilan nima qiladi? Shu sifatga oziqa beradi. Toki aynan mana shu sifat yuksalsinda, jamiyatga shu sifat bilan kirib borsin. Shunga urg'u beradi. Urg'u beradi, yashang. Misol uchun, bitta farzand deylik, u insonlar bilan munosabat qilishni yaxshi ko'rishi mumkin. U misol uchun psixolog bo'lishi mumkin balkim. Ya'ni boshqa farzandiga qarasa, u hisob-kitobni yaxshi ko'radi. Tushunyapsizmi? Yana bir farzandiga qarasa, u tibbiyotga qiziqishi mumkin. 2-3 yoshdan bu sifatlar o'rganiladi. Aslida buni o'zining yondashuvlari bor. Alohida ko'rsatuvda balkim ko'rsatib berarmiz. Tushunyapsizmi? Mana shunaqasiga o'rganish kerak bo'ladi ota-ona. Endi solishtirganda bolaning shaxsiyati sinadi. Bola o'zining shaxsiyatida so'nadida kimgadir o'xshashim kerak ekan deydi. Demak, bola doim aytadiki, men yomon ekanman deydi. Men ojiz ekanman, men boshqalardan kam ekanman degan tasavvur, degan tushuncha bilan ulg'ayadi. Bu xatarlimi? Bu xatarlidir. Tasavvur qiling, mana ikkalamiz o'tiribmiz. Ikkalamiz ham haqiqatni bilamiz, bu savolga javob bilamiz, lekin men sukut saqlayman. Nimaga? Chunki men doimo o'zgalarni o'zimdan afzal deb bilaman. Bilasizmi? O'zgalarni o'zimizdan afzal deb bilishimiz bu tavoziylik bo'ladi. Bu narsa bor dinimizda o'zi aslida. Tushunyapsizmi? Lekin bilasizmi, buni yaxshi o'rganiladigan mavzu o'zi aslida. Kerakli joyda chiqara olish. Bu termometr. Yashang. Bu termometr. Ilohiy o'lchovda men bilmayman kim siz yoki men yaxshimanmi. Shuning uchun aytamanki, men o'zim kimligimni bilaman, lekin ikkinchi tomonni bilmayman. U mendan yaxshidir deyman. Lekin aytganingizdek ma'lumotlarni namoyon qilish bunga jur'at kerak. Bunga o'ziga ishonch kerak. Agarda bola hamma yaxshi, men yomon, hamma bug'doy, men somonman desa, u qachon so'zni aytadi? Qachon haqqini talab qiladi? Qachon jamiyatga hissa qo'shadi? Qachon u oilani tebratadi? Qachon u oilani boqadi? Qachon u mas'uliyatni o'rganadi? U doim solishtirilgan edi. U doim o'zganing libosini kiyishni yaxshi ko'rardi. Nafaqat yaxshi ko'rardi, balki unga kiydirilardi. Boshqaning libosi. Shuning uchun u doim o'zgani afzal deb biladi va o'zgani fikrini doim kutadi. O'zining fikriga yo'q. O'zining fikri uning uchun zero bo'ladi. Bu ikkinchisi qiladigan xatolarimiz. Nima qilish kerak? Ota-ona o'zi bilan o'zini solishtirsin. Misol uchun, deylik oldingi chorakda san bolam baholaring yaxshi edi. Bu chorakda ba'zi fanlardan tushib qopti. Nima uchun? Bu haqida gaplashamiz. Nima narsa bo'ldi? Gap sandamiki, ustozdami?
Nimada, misol uchun? Kim bu haqida gaplashamiz deyiladi va bolaga yordam beradi. Ota-ona. Mana shunaqa oddiy yechimlar. Hozir yechimlar bo'yicha ko'p gaplashmaymiz, lekin oddiy yondashuvlar bilan biz bemalol yuqoridagi muammoga nuqta qo'ysak bo'ladi deb o'ylayman. Uchinchisi, bilasizmi, bu o'ta xatarli narsa. Buni ko'pincha biz qilamiz, aksarimiz. Bu ortiqcha bolani xatti-harakatiga hukmron bo'lish va bolani hayotidagi ikir-chikir mayda tafsilot ishlarigacha aralashish. Mayda juda ishlarigacha. Tushunyapsizmi? Helikopter siyosati deyiladi bu. Adashmayotgan bo'lsam agar ingliz tilida, xuddi vertolyotga o'xshash. Vertolyot tepangizda uchib yuraveradi, xuddi shunga o'xshash. Biron bir narsada bolaga erk bermaysiz. Erk bermaysiz, hamma narsaga aralashasiz. Video kuzatuv. Xuddi shundoq. Tepasida video kuzatuv qo'yib qo'ygandek. Xuddi shundoq. Yaqinda bir odam aytayapti, mani farzandim dedi, misol uchun qaror qabul qila olmayapti. Biz qaror bo'yicha boya gaplashdik axir. Qaror qabul qila olmayapti. Uylantirishim kerak, to'xtamay kela olmayapti. Lekin yaxshilab qarasam, o'sha ota-ona, ko'proq o'sha ota bolani mayda juda ishigacha aralashar edi. Bola nima qilishni bilmaydi. Bolani shaxsiyati yo'q. Uning shaxsiyatining o'rniga ota-onaning shaxsiyati vujudga kelgan. Shuning uchun bola nima qilishni bilmaydi. Bo'sh bo'lganda ham nima qilishni bilmaydi. U qaror qabul qila olmaydi. Umar biz yashashimiz, kundalik rejalarimiz. Misol uchun aytasizki, men soat 6 da turaman. Kitob o'qiyman, darsga boraman, sportga boraman. Kunlaringizni taqsimoti, vaqt taqsimoti, hayot rejalari bular hammasi qarordan iborat. Balkim hayot qarordan iborat. Siz qaror qabul qilasiz. Baxtli yoki baxtsiz bo'lmoqlikka. Siz qaror qabul qilasiz. Och yoki to'q bo'lmoqlikka. Siz qaror qabul qilasiz. Boy yoki faqir bo'lmoqlikka. Siz qaror qabul qilasiz. Yaxshi yoki yomon inson bo'lmoqlikka. Endi bu insonlarda nima bo'ladi? Yuqorida aytganimizdek, qaror qabul qilish anaqasi nuqtasi yo'q bo'ladi, yemiriladi. O'sha jihat yo'q bo'ladi. Demak, bu nima narsa edi? Kammi ko'pmi hamma narsaga bolani ishiga aralashishadi. 4-chi narsa, bolaning hissiyotini mana bu yerda yozib qo'yibman o'zim ham. Demak, bolaning his-tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirish, Umar. Bolaning his-tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirish. Endi keling sal tepaga chiqamiz. Inson o'zi kim edi? Inson o'zi aql, tana va qalb edi. Aqlda biz ilm jamlanadigan bo'lsa, bizning qalbimizda aynan qalbimiz u hissiyotlarning makoni va manzili edi. Har bir narsada hissiyot muhim edi, to'g'rimi? Biz kimdir bilan do'st bo'lishimiz ham hissiyot. Kimdir bilan do'st bo'lmasligimiz ham nimadir sotib olishingiz uchun ham yoqish kerak bo'ladi. Oilani ushlab qolish uchun ham yoqish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Javob berganlar ham oilasi bilan munosabat to'xtatgan inson ham hissiyotiga tayangan bo'ladi. Nimadir sotib olishingiz ham, munosabatni ushlab turishingiz ham, munosabatni misol uchun to'xtatishingiz ham, mana shularga hatto kelib suhbat o'tkazishimiz ham, aynan boshqa emas, meni chaqirishingiz ham, to'g'rimi? Aynan men siz bilan suhbat o'tkazishim ham, bularning hammasida hissiyotimiz muqaddam turadi. Tushunyapsizmi? Lekin bolani hissiyotini e'tiborga olmasak, bola kuladi, bola yig'laydi. Bola ba'zan xursand, baxtli, ba'zan baxtsiz. Biz e'tibor ham bermaymiz. Nimaga yig'layapti bu? Nimaga kulyapti axir? Nimaga xafa axir? Nimaga bola gapirgisi kelmaydi? Tushunyapsizmi? Go'yoki shunaqa bo'lish kerak, chunki biz shunaqa yashaganmiz. Yoki bo'lmasa o'sha yig'layotganida ko'proq e'tibor berilsa kerak. Ya'ni nima? Shu ovozi o'chsin deb telefon berib qo'yadi yoki bo'lmasa baqirib uni ovozini o'chiradi. Shu biron bir ehtiyojini yig'lab chiqarayotgan bo'lsa, xuddi shundoq. Endi telefon berib qo'yadigan ota-ona qanchalik gapirmasin, qanchalik da'vo qilmasin, qanchalik borini bermasin, bolasini yaxshi ko'rmaydi.